Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Efirda salomatlik sirlari ko'rsatuvi. Bugun biz siz bilan har bir ayol uchun juda muhim bo'lgan, ammo ko'pincha yetarlicha gapirilmaydigan mavzuga, ayollar salomatligi va bachadon bo'yni saratonini oldini olish, ya'ni skriningi haqida to'xtalamiz. Bachadon bo'yni saratoni erta aniqlansa to'liq davolanishi mumkin bo'lgan kasalliklardan biridir. Afsuski, ko'p hollarda ayollar o'z vaqtida tekshiruvdan o'tmaganligi sababli kasallik kech aniqlanadi. Aslida esa oddiy va og'riqsiz tekshiruvlar orqali o'z salomatligimizni asrashimiz mumkin. Bugungi ko'rsatuvimizda siz bachadon bo'yni va sut bezi saratoni skriningi nima ekanligi, u kimlar uchun va qachon kerakliligi, shuningdek ayollar o'z sog'lig'i uchun qanday qadamlar qo'yish zarurligi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Buning uchun ko'rsatuvimizga Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi, Xorazm viloyati filiali va Respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Xorazm filialining jamoasini taklif qilganmiz. Keling ular bilan tanishtirib o'tsam. Matyakubova Salomat Aleksandrovna, Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola markazi salomatligi ilmiy-amaliy markazining Xorazm viloyati filiali direktori, tibbiyot fanlari doktori. Kalandarova Barno Abdulbekovna, vrach-laborant. Ismailova Muyassar Abdullayevna, reproduktiv ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari. Saparbayev Azamat Ismailovich, davolash ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari. Kazakova Zaynab Abdurahimovna, vrach-mammolog. Abdullayeva Nargiza Erkinovna, vrach-ximioterapevt. Xush kelibsiz, aziz mehmonlar. Salomatlikka e'tibor bu o'zimizga bo'lgan muhabbatdir avvalambor. Ko'p ayollar o'ylaydi, agar og'riq bo'lmasa, demak hammasi joyida. Lekin afsuski, bachadon bo'yni saratoni shunday kasallikki, u dastlabki bosqichlarda hech qanday og'riqsiz alomat bermasligi mumkin. Aynan shuning uchun ham muntazam tekshiruv, ya'ni skrining juda ham muhimdir. Keling suhbatimizni boshlashda Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy markazining direktori Salomat Aleksandrovnaga yuzlansak. Xush kelibsiz, Salomat Aleksandrovna. Respublikamizda ayollar salomatligini saqlash borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Shular haqida gapimizni boshlasak. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlarimiz. Mana shu studiyada necha marotaba sizlar bilan ko'rishib turibmiz va bugun ham sizlar bilan ko'rishib turganimizda juda ham bag'oyat xursandman va barcha yurtdoshlarimizni bugungi qish fasliga tegishli bo'lgan mavsumi boshlanganidek kor mavsumi bilan tabriklayman va albatta bugungi o'ta dolzarb muammoni ko'targanligidan xursandman. Ya'ni bu xalqimiz haqiqatan ham o'z salomatligiga shu qadar e'tiborli bo'lib boshlaganligidan hammamiz xursandmiz. Chunki bilamizki, aholi salomatligi nafaqat shifokorlarga bog'liqdir, balki uning aholini o'zida birinchi qadam bo'lishi degandir. Mana hozirgi kunda aynan ayollarning reproduktiv salomatligini rivojlantirish va ularga sog'lomlantirishiga qaratilgan bir qancha qarorlarimiz bor. Shulardan eng muhimi Prezident qarori 296-sonli, bu 8-sentyabr 2023-yilda o'sha qaror tatbiq qilingan va bu nima bergan? Respublikamizda 3 ta asosiy yo'nalish, ya'ni skrining yo'nalishi, reproduktiv salomatlik yo'nalishi va albatta perinatal markaz yo'nalishini birgalashdi. Birgalashish natijasida albatta aholiga bu nima berdi? Oldingidek ayol kishi qizaloq tug'ilganida uning o'sha balog'at yoshiga yetilganidan, balog'at yoshidan reproduktiv tizimdagi ayoldagi o'zgarish, u bo'lajak oilaga tayyorgarligini aynan shu yoshligidan tayyorlab va oila qurilishidan oldin albatta oilani sog'lomlashtirish, ularga beriladigan genetik tibbiyot maslahatlar natijasida ulardagi bo'ladigan kelajak zurriyotlarning qanday bo'lishi va albatta homilador ayolni o'zini sog'lom farzandni dunyoga kelishi uchun butun mujassamlangan ishlar olib borilmoqda. Buning eng asosiy yo'nalishi bundan tashqari ayolning o'zining reproduktiv salomatligi. Ya'ni ayol oilada sog'lom degani oila baxtli degani. Bitta ayolni o'zi saraton bo'lishi bu bitta ayolning fojiasi emas.
Bu butun oilaning chuqur fojiasi hisoblanadi. Chunki bilasiz, o'sha bitta onaga uning suyukli yori, farzandlari, qolaversa o'zini ota-onasi butun oila uchun katta fojia hisoblanadi. Buning uchun mamlakatimizda, qolaversa aynan o'zimiz hududimizda juda chuqur ishlar olib borilmoqda. Qolaversa oxirgi mana aynan onkoskrining tizimini qaytadan chuqurlashtirish va shu tizimni rivojlantirish natijasida yana bitta qaror 402 sonli qaror tatbiq qilingan va bunda nima katta ishlar boshlanib ketgan. Asosiy maqsad hozirgi kunda ayolimiz har taraflama sog'lom, yetuk va albatta sog'lom ona, sog'lom farzandni dunyoga keladi va mamlakatimiz sog'lom, baxtli hayot kechirishining asosiy maqsadidir. Juda ham to'g'ri gaplarni aytib o'tdingiz, Salomat Aleksandrovna. Shu o'rinda bu gaplarni asosida hozir aholimizdan, xalqimizdan turli savollar bilan murojaat qiluvchilar topiladi. Keyin agar sizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, studiyamizga o'rnatilgan 223 92 03 telefon raqami orqali o'z savollaringizni bemalol yo'llashingiz mumkin. Mana Salomat Aleksandrovna hozirgina aytib o'tdingiz, hattoki prezident qarorigacha qabul qilingan aynan ayollar salomatligini saqlashda. O'zi umuman 402-sonli prezident qarorining mazmun mohiyati nimalardan iborat? Nargiz Erkinovna, marhamat. Nafaqat ayollarning ijtimoiy himoyasiga, balki ayollar salomatligiga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsad yuzasidan 402 buyruq qabul qilingan. Hurmatli prezidentimizning 2024-yil noyabr oyida qabul qilingan 402 buyrug'ini misol qilib keltirishimiz mumkin. 402 buyruq nimalardan iborat? 402 buyruq ayollar orasida onkologik kasalliklarni oldini olish chora-tadbirlarini takomillashtirish chora-tadbirlariga qaratilgan buyruq hisoblanadi. Bu o'z ichiga mana shu ayollar orasida tarqalgan saraton kasalliklarini erta aniqlash va ularni davolash tizimini takomillashtirish, skrining tizimini takomillashtirish va zamonaviy skrining usullarini amaliyotga tatbiq qilishni o'z ichiga oladi. Shu maqsadda aynan mana shu bachadon bo'yni saratoni hamda sut bez saratonini erta aniqlash, saraton oldi kasalliklarini aniqlash va uni davolash orqali saraton kasalliklarining oldini olish chora-tadbirlari ko'zda tutilgan. Mana saraton kasalligi haqida aytib o'tmoqdamiz. Saraton kasalligining minglagan turlari mavjud, to'g'rimi? Nega aynan sut bezi saratoni va bachadon bo'yni saratoni davlat tasarrufiga ko'tarilgan? Marhamat. Bachadon bo'yni saratoni bu nafaqat ayollar orasida, umumiy onkologik kasalliklardan kasallanish orasida ham birinchi o'rinda sut bezi saratoni, ikkinchi o'rinda bachadon bo'yni saratoni turibdi hozirgi kunda. Shuning uchun ham prezidentning 402-sonli qaroriga aynan shu birinchi dolzarb masala turgan. Birinchidan ona va bola salomatligiga bog'liq bu. Onda salomatligini saqlash, ayol salomatligini saqlash, demak davlat darajasidagi narsa. Shuning uchun ham faqat hozirgi kunda birinchi etapda sut bezi va bachadon bo'yni saratoniga qarshi skrining tadbirlarini ishlab chiqish jarayoni boshlandi. Bu narsa keyingi etapda, demak, hozirgi o'rinda 3-o'rinda turgan oshqozon ichak sistemasi kasalliklari, o'pka saratoni, bosh miya saratoni va qon sistemasi, limfa tizimlari kasalliklariga qarshi ham chora-tadbirlar ishlab chiqilishi hozirgi kunda ko'rilib turgan masala bular ham. 402-qarorning mazmun mohiyati asosan shu 30 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan, ya'ni xavf guruhi degan narsa tushuncha bor. Xavf guruhi bu o'sha yoshda onkologik kasalliklarning erta aniqlansa, demak xavf omilini vaqtida bartaraf qilgan bo'lamiz. Shuning uchun ham oldin 51-30-sonli qaror bo'yicha 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollar qamrab olingan bo'lsa, bu 402-qarorda 30 yoshni ham 30 yoshdan 65 yoshgacha, ya'ni yoshargan ayollar kasallanishi yoshargan sari bu qarorda ham shuncha 30 yoshdan boshlab ayollarni skriningdan o'tkazish rejalashtirilgan. Bu skriningda 30 yoshdan 44 yoshgacha bo'lgan ayollarni UZI tekshiruvlari 30 tekshiruvlarda o'tkaziladi. 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollar bo'lsa, mammografik tekshiruvlardan o'tkaziladi. Undan tashqari bachadon bo'yni saratoni demak ikkinchi o'rinda turibdi. Bu yiliga bizda Xorazm viloyatida 200 dan ortiq ayollar birlamchi sut bezi saratoni bilan, 100 ga yaqin ayollar birlamchi bachadon bo'yni saratoni bilan kasallanadi. Bu yuqori ko'rsatkich bizlar uchun. Umumiy kasalliklarga nisbatan olib qaraganda oshqozon saratoni ikkinchi o'rinda turibdi, lekin ayollarga nisbatan oladigan bo'lsa ikkinchi o'rinda bachadon bo'yni.
Demak, uchrash Uchrash chastotasining birinchi, ikkinchi yuqoriligi o'rinda mana shu bo'lganligi ikki kasallik sababli ham. turibdi. Shuning uchun ham shu ikki kasallik tanlab olingan. Mana gapingiz asnosida anglab olyapmizki, aynan aktiv reproduktiv period, faol reproduktiv bosqichda bu tekshiruv va bu kasallikning uchrash chastotasi ham balandligini ko'rsatmoqda. Endi aynan bu yoshdagi ayollarimiz bilamizki, bu perinatal screening, perinatal davrda va eng ko'p murojaat qilish muassasasi albatta ona va bola markazlariga va tug'ruq komplekslariga bo'ladi, to'g'rimi? Aynan shuning uchun ham tahlil topshirish qoidalari, shart-sharoitlari aynan shu markazlar zimmasiga yuklatilmoqda. Ko'p tarmoqli tibbiyot poliklinikalar zimmasiga, shu yerdagi onkonazorat xonalari xodimlari zimmasiga yuklatilgan. O'zi aynan tahlil topshirish uchun qanday shart-sharoitlar bo'lishi kerak? Salomat Aleksandrovna, bu sharoitlar qanday yo'lga qo'yilgan hozirgi kunda? Hozir o'sha onkolog mutaxassislarimiz juda to'g'ri yo'nalishda ma'lumot berishdi. Bir nima aytib o'tmoqchi edim. Mana bizani yurtdoshlarimiz ko'rib turibdiki, screening degan ma'noni aytishim kerak oldin. Bu nima degani? Screening degani ommaviy muammoni saralash degani. Ya'ni hozir aytilib o'tgandek 30 yoshdan ayol kishi 30 yoshga kirgandan keyin albatta biz undan saralashni boshlashimiz kerak. Saralash boshlashimizga o'sha aytgandek xavf guruhini aniqlashimiz kerak. Ya'ni to'g'ri, barcha ayollarda hammasida onkologik kuzatilmasligi mumkin, lekin hech kim hech narsadan oldindan bilmaydi qaysi ayolda o'sha muammo kelib chiqishi mumkin ekanligini. Shuning uchun ham aynan shu 402 prezident qarori asosiga 30 yoshga ayol kirdimi, albatta barchasi screening, ya'ni saralashdan o'tishi kerak. Bitta ham ayol hech qanaqa nazoratsiz qolib ketmasligi kerak. Chunki har bir ayol bu xavf guruhidek qarashimiz kerak va albatta o'sha screening saralashdan o'tkazishimiz kerak. U bir nechta bosqichdan iborat. Birinchi bosqich o'sha birinchi qatlam bo'g'imdagi patronaj doya va oilaviy shifokor tomonidan har bir ayollarda so'rovnoma o'tkaziladi. So'rovnoma asosida unda yuqori xavf belgilari belgilanib olinadi va yoshi aynan 30 yoshiga kirgandan keyin har 10 yildan virus papilloma inson papilloma virusi o'sha aynan virusga tekshiruv o'tkazilinadi. Bu qanday o'tkazilinadi? Hozirgi kunda ona va bola markazlari laboratoriyasi, mana hozir aynan shu laboratoriya bo'limida ishlaydigan mutaxassisimiz yonimizda, yangi yuqori texnologiyali oxirgi rusumdagi laboratoriya uskunalar berildi. Ular aynan PCR, ya'ni polimeraz tsepnoy reaksiya natijasida aynan ayolni o'zida shu virusni genini tekshirib beradi. Nega deganda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan aytilganki, asosiy qo'zg'atuvchi aynan shu odam papilloma virusi hisoblanadi. Ayol kishini ichida shu virus aniqlansa, u birlamchi ertaga unda aynan shu bachadon bo'yin saraton kelib chiqishidagi eng yuqori xavf hisoblanadi. Shuning uchun 30 yosh, keyin 40 yosh va 50 yosh ayollarda birinchi saralash skriningi birinchi qadamdan so'rovnomadan keyin aynan nima hisoblanadi? O'sha analiz laborator tahlilga tayyorgarlik qilib topshirib kelishi kerak. U o'zlari 30 yoshga kirgandan keyin rejali ravishda laboratoriyaga taklif qilinadi. Bu laboratoriya emas, uzr. Bu o'zini yashash hududidagi poliklinikaga yoki ko'p tarmoqli o'sha poliklinikaga taklif qilinadi va albatta maxsus aniqlikni ko'rsatdik. Mana maxsus probirkalar ichiga maxsus hech qanaqa zarar yetkazmaydigan juda ham yumshoq mana chita-shotka orqali o'sha bachadon bo'ynini o'zida antigenni o'ziga yopishtirilgan holda kerakli suyuqlikka joylashtiradi. Va shu suyuqlik o'zi kerakli temperatur holatlar bizning laboratoriyaga yetkaziladi. Va albatta mana shu shifokorimiz Barno Odilbekovna tomonidan juda ham sinchoqlik bilan tekshiriladi va ayollarga kimda musbat chiqqan bo'lsa, tezkor o'sha ayolga xabar beriladi. Ayollarni mana bugungi ko'rsatuvdan foydalangan holda menda musbat chiqibdi ekan, voy menda ertaga saraton bo'lish ehtimoli juda baland ekanda ozgina shu holatlar kuzatilib turibdi. Uni aytmoqchi, shu narsani tatbiq aytib o'tishimiz kerakki,
bu vahimali narsa emas. Bu oldindan sizni o'sha kelayotgan muammoni oldini olish maqsadida sizdagi o'sha virus qay darajada bachadon bo'ynidagi hujayralarni o'zgartirgan natijasi keyingi etaplarda ko'rishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham ayollarimiz 30 yoshga kirdimi, 40-50 yoshga kirdimi, tayyor tursin. So'rovnomada o'tgandan keyin albatta ular taklif qilinadi va borayotgandan oldin albatta ayol kishi o'sha hayz sikli bo'lmagan ravishda biz tibbiyot xodimi bo'lgandan keyin aytishimiz kerakki, o'sha jinsiy aloqada bo'lmagan holda va hech qanday shamchalarni ishlatmasdan borib o'sha analizni, ya'ni tahlilni topshirishga tayyor turishi kerak. Katta rahmat ma'lumotlar uchun. Mana ayollarimiz tomonidan ham ma'lum qoidalarga amal qilinishi to'g'risida to'xtalib o'tdingiz. Keling, Muyassar Abdullayevna, shular haqida ham batafsil aytib o'tsak, negaki aholimiz aynan tahlil topshirishga borishdan oldin nima qilishim kerak degan savol juda ham ko'pchilikni qiziqtiradi. Nima sababdan menda musbat natija chiqib qolmasligi yoki yolg'on tahlil natijasi chiqib qolmasligi uchun nimalar qilishim kerak degan savollarga yana bir bor to'xtalib o'tsangiz, marhamat. Assalomu alaykum. Tahlil topshirishdan oldin ayollarimiz hayz sikli bo'lmagan holatda bo'lishlari kerak. Kundan turli xil ajralmalar yoki yiringli ajralmalar bo'layotgan paytida ham tahlil topshirilgan paytida bu tahlilimiz noto'g'ri tahlil natijalari chiqishi yoki bu tibbiyot tilida invalid deb hisoblanilib, qayta tahlil topshirish uchun jalb qilinishi mumkin bo'lgan holatlar hisoblaniladi. Shuning uchun ayollarimizda turli xil kundan ajralmalar, qonli ajralmalar bo'lgan paytida tahlil topshirishga borishlarini tavsiya qilmaymiz. Bundan tashqari ayollarimiz turli xil sanatsiyalar, kun shamchalari ishlatayotgan paytida ham tahlil topshira olishmaydi. Bunday holatlarda ham natijalar to'g'ri ma'lumotlarga ega bo'lmagan holat yuzaga kelishi mumkin. Keling, mana hamma qoidalarga rioya qilgan holda ayol tahlil topshirdi. Tahlil natijasi musbat natijani berdi. Endi keyingi tekshiruv bosqichi qay yo'sinda amalga olib boriladi? Agarda ayolimizda musbat natija aniqlangan holat bo'ladigan bo'lsa, ayolimizni qayta tahlil olish uchun jalb qiliniladi. Bu tahlilimiz suyuqlik sitologiyasi deb ataladi. Suyuqlik sitologiyasi bachadon bo'ynidan shu cho'tkamiz orqali olinadi. Bu ayol uchun hech qanday og'riqsiz protsedura hisoblaniladi. Sezilmaydi ham. Suyuqlik sitologiyasi olinib, mana bu suyuqlik idish violasiga soliniladi va bu ham ma'lum haroratda saqlanilib, ayol bu tahlilni o'z uchastka oilaviy poliklinikalarida yoki ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarida topshiradi. Tahlil tekshirilishi uchun ona va bola markazi laboratoriyasiga keltirilib, tahlil ona bola markazida tekshiriladi. Natija yana elektron baza orqali natijani tahlillari kiritiladi. Ayolimizda tahlil natijalariga qarab turib, ayolni so'nggi yo'naltirish holatlari bo'ladi. Ayolimizda suyuqlik sitologiyasi normal holatda chiqadigan bo'lsa, ayolimizni keyingi etap tekshiruvga chaqirilmaydi. Agarda ayolimizda tahlil natijalarida o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, keyingi etap tahlil natijalari tekshiruv metodlaridan kolposkopiyaga yo'naltiriladi. Ayolimiz patronaj doyalar orqali chaqirtiriladi. Keyinchalik bu respublikamiz tomonidan ayolimizga o'z telefoni orqali SMS shaklida borishi ustida ish olib borilmoqda. Demak, bu suyuqlik sitologiyasi. Mana Salomat Aleksandrovna dastavval aytib o'tdilar. Birinchi tahlilimiz aynan virusni aniqlashga qaratilgan. Ikkinchi tahlilimiz demak organizmda bachadon bo'ynidagi hujayradagi o'zgarishni aniqlashga qaratilgan tekshiruv. To'g'rimi? Demak, juda ham to'g'ri o'sha yerga hozir yo'naltirdingiz, chunki ayollarda nima uchun men bir necha marotaba tahlil topshirishim kerak degan savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. O'shani juda sodda, ya'ni xalqimiz tilida aytganidek, birinchi tahlil bu. Sizda bu virus bormi, yo'qmi deganni beradi. Bor bo'lsa, bu ikkinchi bosqich
kuzatishga o'tasiz tekshiruvga, yo'q bo'lsa siz bemalol yana 10 yildan keyin qayta o'sha tahlilga taklif qilinasiz. Agarda sizda keyingi bosqich bu suyuqlik sitologiya bu nima beradi? O'sha sitoshotka boshqacharoq, u nima qiladi? O'sha bachadon bo'yidagi barcha hujayralarni o'ziga yig'ib oladi, suyuqlikka joylashtiriladi va o'sha maxsus suyuqlik o'zini maxsus uskuna tufayli hujayralar tanlanib olinadi va men bu virus, o'sha papilloma virusi hujayradagi qay darajada uni onkologiyaga o'zgartirishga o'z hissasini qo'shdi ekan deb tekshirilib ko'riladi. Va o'shanga qarab tahlil natijalari beriladi. Agarda u hech qanaqa hali o'z faoliyatini ko'rsatmagan, sog'lom, hujayralari sog'lom desa, albatta ayol kishiga 1 yillik nazoratga jo'natiladi va 1 yildan qaytadan bu virusga tekshiriladi. Ya'ni 1 yil davomida u bilan ish olib boriladi. Bu virusni ayol organizmidan maxsus chiqib ketishiga unga yordamchi maxsus davo choralari qo'llanadi va 1 yildan keyin повторный qo'llanadi qaytadan. Agarda o'sha suyuqlik sitologiyada kechirasiz, bu hujayralarda o'zgarish bor, ya'ni neoplaziya belgilari kuzatilgan. Natijasida ular o'z maxsus tahlil natijasini beradi. Bu albatta yana keyingi bosqich taklif qilinadi ona va bola markaziga va o'sha ona va bola markazimizdan maxsus o'rgatilgan bu уже bizani Baymetova Nargiza Yo'ldoshev vrachimiz, shifokorimiz bu maxsus Amerika shtatlaridan kelgan, ya'ni dunyo miqyosida tan olgan sertifikatga ega bo'lgan aynan bachadon bo'yini bo'yicha maxsus mutaxassisi hisoblanadi va u bir ko'rsatkichda ayol kishi taklif qilib kolposkopiya o'tkaziladi. Mana shu keyingi bosqichi menimcha o'sha hurmatli Nargiza vrachimiz o'zi tushuntirib bergani ma'qul. Marhamat, Nargiza Yo'ldoshevna, demak kolposkopiya amaliyoti nimalar beradi bizga? Batafsil ma'lumot bersangiz. Kolposkopiya tekshiruvi ginekologiyada keng qo'llaniladigan juda zarur tekshiruvlardan hisoblanadi. Kolposkopiya tekshiruvida asosan bachadon bo'yni va qindagi o'zgarishlar, asosan bachadon bo'ynidagi rak oldi holatlari baholaniladi. Qisqacha qilib aytganda, oddiy ko'z bilan ko'rish imkoniyati bo'lmagan jarayonlarni maxsus optik asbob yordamida kattalashtirib, video kolposkop yordamida ekranda kattalashtirib ko'rish imkoniyatini beradi. Va rak oldi holatlarini, u yerdagi hujayralardagi o'zgarishlarni, tomirlardagi atipik tomirlar bor yo'qligi baholanib, displazik holatlar kuzatiladimi, yo'qmi baho beriladi. Demak, albatta aytib o'tish kerak, chuqur o'zgarishlarni payqagandan keyin biopsiya degan, ya'ni histologik tekshiruv, o'sha zararlangan to'qimani maxsus uskuna orqali olib beriladi. Juda ham og'riqsiz, kichkina jarayon hisoblanadi, ayolga hech qanaqa zarar yetkazmaydigan va albatta o'shanda bizning hurmatli onkolog mutaxassislarimizga jo'natilinadi va ularning maxsus laboratoriyasida histologik tekshiruv o'tkaziladi va histologik tekshiruv natijasida mana hurmatli Azamat shifokorimiz tomonidan o'zlari tushuntirib beradilar, qanday u yerda o'sha onkologik jarayonni haqiqatdan ham musbat chiqsa, keyinchalik jarayonni tushuntirib berishadi. Azamat Ismailovich, mana shuncha etaplarni bosib o'tdi, to'g'rimi? Sizga kelgungacha bo'lgan davrda. Endi aynan shu davrgacha bo'lgan, sizgacha bo'lgan davrdagi qanday muammolar aholi tarafidan duch kelmoqda va sizdagi bosqich qay tartibda amalga oshiriladi? Shular to'g'risida ham to'xtalib o'tsak. Endi hozirgi kunda sitologik tekshiruvlar o'tkaziladi. Endi sitologik tekshiruvlarda to'liq shu kasallik aniqlandi degan emas, gumon bo'ladi. Salomat Aleksandrning aytib o'tganlaridek, histologik gumon bo'lgandan keyin histologik tahlil qilish kerak albatta. Histologik tahlil qilganda undan ma'lum namuna olinadi va mikroskop ostida histologik, patogistologik tekshirilganda agar hujayralarda haqiqatda to'qimada o'zgarish onkologik kasallik tasdiqlanadigan bo'lsa, bundan ham qo'rqish kerak emas, chunki u onkologik kasalliklarning ham turi bor. 4 ta darajasi bo'ladi o'sha kasallikning ham. Birinchi, ikkinchi darajalari o'sha operatsiya bilan yoki bo'lmasa davo bilan bemalol tuzalib ketsa bo'ladi. Agarda shu u kasallik qancha erta aniqlanadigan bo'lsa, qancha erta bosqichda keladigan bo'lsa, bu kasallikning ham 4 ta bosqichi bo'ladi. Demak, birinchi, ikkinchi bosqichda keladigan kasalliklarda o'sha operatsiya qilinib, izidan nur terapiyasi, zarurat bo'lsa kimyoterapiya o'tkazilganda 100% kasallikdan sog'ayishi mumkin. Agar vaqt o'tadigan bo'lsa, bu qo'shni a'zolarga o'sib o'tadigan bo'lsa yoki boshqa uzoqlashgan a'zolarga metastaz beradigan bo'lsa, buni ham davolash mumkin, lekin samarasi sal pasayib boradi. Kasallik kechki bosqichga o'tgan sayin.
o'sha histologik tahlil natijasida demak onkologik kasallik aniqlanadigan bo'lsa, birinchi bosqichda bo'ladigan bo'lsa, bu operatsiya qilinadi. Operatsiya qilib to'liq olib tashlgandan keyin o'sha operatsiya joyiga nur terapiyasi o'tkaziladi va bemor sog'ayib ketishi mumkin. Ikkinchi bosqichga o'tadigan boshqa nimalarda, demak operatsiyagacha bo'lgan davrda uni operatsiyaga tayyorlash uchun ham oldindan maxsus tov o'tkaziladi, operatsiya bajarilgandan keyin ham maxsus tov o'tkazishga to'g'ri keladi. Lekin undan ham natija yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun u narsadan qo'rqish kerak emas. Qancha erta shu kasallikka tashxis qo'yiladigan bo'lsa, undan qo'rqib ko'pchilik qochib ketadi, vaqtida davolanmaydi va keyingi bosqichlarga o'tkazib kelgandan keyin uni davolash samarasi ham pasayib boradi. Shuning uchun vaqtida aniqlash uchun qilinib turgan chora-tadbir bular kasallikni oldini olish va erta aniqlash. Erta aniqlangan kasallikning natijasi qachon bo'ladi? Erta davolansa. Uni erta aniqladik, bo'ldi, shuncha 10 ta kasalni erta aniqladik deb 10 ta kasal ham chiqib ketadigan bo'lsa, boshqa joyga tabibgami yoki bo'lmasa o'zlaricha boshqa davo qilaman yoki keyinroq murojaat qilaman deb chiqib ketadigan bo'lsa, 1 yildan keyin u kechki bosqichda keladi. O'sha erta aniqlashning samarasi bo'lmaydi. Erta aniqlash, erta davolash bilan birgalikda bo'lgan paytda samara aniq bo'ladi. Sog'lomlashish, sog'lom hayot tarziga qaytishi bemalol mumkin. Erta tashxis, erta davolash bu sog'lomlashtirishga уже bemor chiqib ketadi. Undan hozir siz aytgan muammo ham o'sha. Erta aniqlashni qilyapmiz, lekin ba'zi holatlarda deyarli 20-30% holatlarda baribir erta aniqlangan bemorlar vaqtida murojaat qilishni qilyapti. Bu ham tibbiy madaniyat nimasiga kiradi-da baribir. Uni borib siz boring, davolaymiz, keling davolaymiz degan bilan ham ular maslahat qiladi uydagilar bilan, keyin ular boshqa joyga olib borib ko'ramiz deyishadi, boshqa davlatga olib ketamiz deyishadi, yoki tabibga ketamiz deyishadi, vaqt ketadi. Uni birinchi, ikkinchi bosqichda boshqa murakkab nimalarga, muassasalarga borish kerak emas, o'zimizda bemalol davo muolajalarni qilsa bo'ladi. Aholimiz orasida ming afsuski, onkologik kasalliklardan vahima, qo'rqish hissi kuchliroq. Aynan shu hisni yuqoriligi, kasallikka nisbatan qo'rqinchning yuqoriligi kasallikni teskari tarafga deymizmi, avj olishiga sabab bo'lib qo'yadi va kasallik asoratlarini o'sha tuzalmas bosqichiga o'tishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hurmatli ayollarimiz, aynan sizda musbat tahlil natijalari chiqqan bo'lsa, siz bundan xavotirga tushishingiz emas, balki sog'lig'ingizni saqlash uchun harakatni o'z vaqtida qilishingizni so'rab qolamiz. Aholi tomonidan endi mana aytib o'tdik, aholining qaysi qatlamlari hozirgi kunda davlat standartiga asosan bu tekshiruvdan o'tkazilayotganligini yosh toifasiga qarab aytdik. Endi bo'lishi mumkin orasida o'z sog'lig'iga bee'tibor bo'lmagan ayollarimiz. Men yoshni kutib o'tirishni xohlamayman, o'zimda aynan shunday holat bormi, yo'qmi aniqlashni xohlayman degan erkin xohlovchi ayollarga bunday tekshiruv imkoniyatlari mavjudmi hozirgi kunda? Albatta mavjud, chunki bilamizki, har bir fuqaro o'zini sog'ligi uchun javobgar bo'lgandan keyin unga berayotgan hozirgi kunda tibbiyot tahlillari, tibbiyot chora-tadbirlari hammaga tengdir. Faqat bitta masala bu turibdi, sabab skrining degani o'sha aynan yosh kategoriyaga kirmagan, ya'ni 30 yoshdan katta, ya'ni 30 yoshga kirmagan yoki 45 yosh, aynan shu yoshga chegaralangan kirmasdan oldin u o'z hisobidan kelib, albatta markazlarimizda, ya'ni o'sha ona bola markazi va onkologiya markazida bemalol o'zi murojaat qilib, o'sha tekshiruvlardan, ya'ni unga ko'rsatgan pulli xizmat asosida olib ketishi mumkin. Unga hech qanaqa to'sqinliklar yo'q. Bu o'sha aytganlaridek aholining tibbiy madaniyati shifokorlar tomonidan juda ham yaxshi pozitiv qabul qilinadigan holat hisoblanadi. Ya'ni ayol kishi o'zi uchun birinchilardan sog'ligi uchun birinchi javobgar. Undan keyin qolaversa oilasi uchundir. Buni hech qachon charchamaymiz aytishni. Ayol kishi sog'lom, oiladagi muhit sog'lom degan narsadir. Albatta, ayol baxtli, oila baxtli degan tushunchamiz ham shundan kelib chiqqan deb o'ylayman. Ayollarda mana turli onkologik kasalliklar deymiz, yuqumli kasalliklar deymiz. Yuqumli kasalliklarni oldini olishga qaratilgan bir qancha chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Mana kasallik asosida virus yotishi ma'lum bo'lgan. Aynan bu virusni yuqtirmaslik, aynan shu kasallikni profilaktik choralari, kasallik rivojlanishidan oldin qo'llash mumkin bo'lgan imkonlarimiz mavjudmi? Vaksinatsiya. Nargiz Erkimna, marhamat. Ha, albatta.
Onkologiya kasalliklar orasida mana shu bachadon bo'yni saratoni, nafaqat bachadon bo'yni saratoni, balki mana shu epitelial to'qimadan kelib chiquvchi kasalliklarning oldini olish maqsadida odam papilloma virusiga qarshi kurashish yo'lga qo'yilgan. Chunki kasallikning kelib chiqish sababi odam papilloma virusi hisoblanadi. Butun dunyoda bo'lgandek, bizning mamlakatimizda ham mana shu odam papilloma virusiga qarshi vaksinatsiya ishlab chiqilgan hamda bu mana shu vaksinatsiya kalendariga kiritilgan. 9 yosh hamda 13 yoshlar ikki etapda o'tkaziladigan vaksinatsiya 9 yoshdagi mana shu qizlardan boshlanadi hamda ikkinchi etap mana shu 13 yoshda o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Nimaga aynan mana shu yosh aholi orasida vaksinatsiya amalga oshiriladi? Vaksinatsiyaning asosiy prinsipi mana shu virusga qarshi immunitet hosil bo'lishi. Buning uchun inson organizmida mana shu virus mavjud bo'lmasligi kerak. Virus organizmga albatta mana shu jinsiy yo'l bilan yuqishi ilmiy tekshiruvlar natijasida tasdiqlangan. Shuning uchun ham jinsiy hayot boshlanishi ehtimolligi past bo'lgan aholi orasida mana shu vaksinatsiya yo'lga qo'yilgan. Aynan qaysi yosh hozirgi kunda qaysi yosh vakillari emlanadi? 9 yoshda. 9 yoshdan va keyingi ikkinchi etapimiz ikkinchi etapi 13-14 yoshlar qizlar 13-14 yoshda. Bu vaksinatsiya jarayonida bo'layotgan, duch kelayotgan to'sqinliklar bormi hozir aholimiz orasida? Eng katta to'sqinliklar mana shu vaksinatsiya doirasida bo'lib o'tmoqda, chunki aholi tomonidan negativ qabul qilinmoqda, tushunmovchiliklar ro'y bermoqda. Qizlarning tug'ishiga qarshi bo'lgan yo bo'lmasa qandaydir kasalliklarni olib keluvchi infeksiyalar sifatida qabul qilinmoqda. Bu nimalar mish-mishlar albatta noto'g'ri. Bu aholi salomatligini mustahkamlashga qaratilgan, hech qanaqa nimaning qizlarimizning reproduktiv faoliyatiga ta'sir qiluvchi vaksinatsiya hisoblanmaydi. Mana bachadon bo'yni saratonini sababchisi virus ekanligini bildik. Lekin aynan o'sha virus mavjud degani 100% holatda saraton rivojlanadi deganimi? Yoki bu kasallikni rivojlanishi uchun qandaydir yoki boshqa kasalliklar bo'lishini talab qiladimi? Boshqa sharoitlarni talab qiladimi virus? Qanday holatlarda bu kasallik kelib chiqishi avj oladi? Muyassar Abdullayeva, marhamat. Bachadon bo'yni saratoni ko'pincha jinsiy aloqa orqali yuquvchi kasalliklar sababli kelib chiqishi mumkin. Bulardan xlamidiya, AIDS, VICH infeksiyasi, gerpes sabab bo'lishi mumkin. Bulardan tashqari bachadon miomasi, endometrioz, ya'ni adenomyoz bor ayollarimizda turli xil surunkali og'ir kechuvchi kasalliklar o'z vaqtida davolanmaganligi sababli hujayralardagi o'zgarishlari tufayli saratonga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari ayollarimiz o'rtasidagi zararli odatlar, ya'ni chekish, nikotin o'z-o'zidan to'g'ridan-to'g'ri bachadon bo'yniga ta'sir qilib turib, bachadon bo'yni saratonini kelib chiqishida yuqori xavf omillaridan biri hisoblaniladi. Ayollarimizni bundan tashqari hozirgi kunda noratsional ovqatlanishlar orqali semizlik darajasi, ulardagi kasalliklarning rivojlanib borishi, immunitetining pasayishi, turli xil kasalliklarni buket, ya'ni kasalliklar soni ko'pligi sababli ham kasallikning rivojlanish xavf omillari hisoblaniladi. Demak, aynan siz aytib o'tgan holatlar papilloma virusini rivojlanishi uchun sharoit yaratib beruvchi holatlar hisoblanadi va kasallikni avj olishiga sabab bo'ladi demoqchisiz. Keling, mana bachadon bo'ynidagi turli o'zgarishlar bilan Nariza yo'ldoshna sizga ko'proq murojaat bo'ladi. Apparat, kolposkopiya apparati orqali tekshirganingizda bunga siz ko'proq birinchilardan bo'lib guvoh bo'lasiz, to'g'rimi? Aynan shunday holatlar aniqlanganda bularni davolash choralari, davolash imkoniyatlari qay darajada bo'ladi? Bachadon bo'yni kolposkopiya tekshiruvida biza rak oldi holatlarini baholaymiz. Agar shunday holatlar aniqlanganda bizning markazimizda hozirgi kunda keng tekshiruvlar va davolash choralari yo'lga qo'yilgan. Aynan Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan shu prezidentimizning 402-qaroriga asosan RVH apparati bizga berilgan, ya'ni radio to'lqinli xirurgik apparat. Bu yordamida bachadon bo'ynidagi o'zgarishlarni hajmiga qarab turib, birinchi, ikkinchi, uchinchi tipdagi eksteziya amaliyotlari o'tkaziladi. Birinchi, ikkinchi tur eksteziya amaliyotlari mahalliy og'riqsizlantirish ostida ambulator sharoitda o'tkaziladi. Agar zararlangan uchastka hajmiga qarab, agar hajmi katta bo'ladigan bo'lsa, statsionar sharoitda uchinchi tip eksteziya amaliyotlari yoki konizatsiya amaliyotlari umumiy og'riqsizlantirish ostida statsionar sharoitda o'tkaziladi.
Agar jarohatni biz to'liq ko'rib turgan bo'lsak, ya'ni bizda zona transformatsiya zonasi mavjud. 100% jarohatni ko'rib turgan bo'lsak va u bachadon bo'yni yuza qismida joylashgan bo'ladigan bo'lsa, termoablator asbobi yordamida termoablatsiya, ya'ni kuydirish yo'li orqali davolanadi. Demak, mahalliy davolash usullari ham bir qancha turlarga bo'linadi. Bu aynan bemorni individual ravishda tanlanadi, qaysi turini tanlashimiz, to'g'rimi? Mana keling, apparatura, turli xil nimalar haqida gap ketyapti. Endi aynan shu virusni aniqlashda qanday apparatura, yangiliklarimiz, zamon talabiga mos keluvchi, bu virus borligini anglamay qolish degan virus bor ekan organizmda, lekin bilishmabdi, aniqlasha olmabdi degan so'zlar qay darajada, bizni respublikamizda tekshiruv apparatlarimiz qay darajada ishlamoqda? Barnardo Bekovna, marhamat, bu bilan sizga yuzlansak. Bizni filialimizga Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan odam papilloma virusini polimeraz zanjir reaksiyasi orqali aniqlash uchun maxsus boks apparatlari, PCR apparatlari, muzlatgichlar olib kelingan, keyin natijalarni bazalarga kiritish uchun kompyuterlar berilgan. Bundan tashqari bizlarga analizdan tahlillarni olish uchun maxsus venat probirkalar, maxsus steril palichkalar, tayoqchalar olib kelingan, ular yetarlicha miqdorda bizlarga berilgan. Demak, aynan shularni ishlatgan holda biz aniq javobni olish imkoniyatiga 100% egamiz, to'g'rimi? Endi namunalarni olish tartibi. Eng birinchi, mana ayol Salomat Aleksandrni aytib o'tdilar, birlamchi tizimdagi oilaviy poliklinikalarga murojaat qilishadi va bunda tahlil kim tomonidan, qanday tartibda olinadi, bular to'g'risida ham ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat. Tahlillarni olish uchun har bir tuman yoki shahardagi ko'p tarmoqli poliklinikalarda onkonazorat xonasidagi vrach-ginekologlar tomonidan olinadi. Ular maxsus steril sharoitlarda olinadi. Maxsus venat probirkalarga steril tayoqchalar yordamida olinib, maxsus termosumkalarda saqlanadi. Keyin bizlarga shu termosumkalarda olib kelinadi. Demak, o'zini tashish maxsus nimalar bor. Temperatura rejimiga murojaat qilgan holatda, to'g'rimi? Mana bachadon bo'yni rakini erta aniqlash, uni skrining qilish, og'riqsiz amaliyot ekanligi haqida ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi yana bir dolzarb muammomiz, ko'rsatuvimiz avvalda aytib o'tganimizdek, sut bezlari saratoni hisoblanadi. Sut bezlari saratoni mamma skrining qanday tashkillashtirilgan? Zaynab Abdurahimna, marhamat, bu savolga sizdan javob eshitsak. Assalomu alaykum. Hali hamkasblarim aytib o'tgandek, 402-prikaz bo'yicha aholi o'rtasida onkologik kasalliklarni oldini olish va skrining chora-tadbirlar nazorat qilish bo'yicha viloyatimizda keng targ'ib ishlar olib borilmoqda. Shunga asosan bizada hozirda birlamchi tibbiyot markazlarida 30 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan barcha ayollarning elektron bazasi tashkil qilingan. Va shu elektron bazaga asosan ayollarimiz skriningga, ya'ni tekshiruvga taklif qilinadi. Bunda 30 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayollar mamolog ko'rigidan va UZI tekshiruvdan, 45 yoshdan 65 yoshga bo'lgan ayollarimiz esa mammografiya, UZI, mamolog tekshiruvlaridan o'tkaziladi. Agar ayolda qandaydir o'zgarish aniqlansa, u albatta ikkinchi etap tekshiruvga yuboriladi va mukammal tekshiruv amalga oshiriladi. Bundan tashqari bu tekshiruvlar ayollarimizda 2 yilda bir marta amalga oshiriladi. Hozir siz aytib o'tgan edingiz, yoshning ahamiyati bormi, agar o'zi xohlab borsa tekshiriladi deb. Hozirgi vaqtda bu tekshiruvlar ham amalga oshirilmoqda. Masalan, kimningdir onasida yoki qarindoshlarida bu sut bezi saratoni aniqlangan ayollar va o'zida gumon bo'ladi. Ular albatta bizlarga keladi va maxsus tekshiruvlardan o'tkaziladi. Ana endi marhamat, Salomat Aleksandr. Ayollarimiz bir nimani juda ham tushunib olishi kerak. Sut bezlari ayol organizmida eng katta bez hisoblanadi. Bez hujayralari o'sha aynan onkologikka o'zgarish boshqa hujayralarga, somachi hujayralarga qaraganda bu jarayon ularda tezroq kechadi. Shuning uchun ham ayollar hozirgi kunda
birinchi muammolardan aynan sut bezi saratoni. Sut bezi saratonini aniqlash uchun ayol shuga qandaydir yuqori texnologik asbob uskunalar kerak emas. Buning uchun ayol kishi o'zi uchun o'zi o'ylashi kerak va o'sha oddiy hammomga kirganda bemalol o'rgatilinadi. Bu narsa bir qancha videoroliklar mavjud. Ko'rsatib o'sha har bir anaqada tibbiyot haqida ularga bilim sayohatini oshirish maqsadida tushuntirish tadbir ishlari o'tkazilib va ularga tushuntirib turibdilar. Ayol kishi o'zini birinchilardan paypaslashni o'rganishi kerak. Ya'ni sut bezlarida qandaydir o'zgarish, o'zi nima deydi, qattiqroq, o'sha tugunga o'xshagan narsalarni payqadimi, tezda o'ylanmasdan payqagan kunni ertasida tezda o'sha mammologlarga murojaat qilish kerak. Lekin mamma screening bu degani birinchilarda o'sha aytgandek saralash barcha yoshdagi kirgan yosh chegaralar aholida o'tkazilishi kerak. O'sha paypaslagandan keyin ikkinchi ultratovush tekshiruv. Ultratovush hozirgi kunda hamma o'sha yashash aholi hududga biriktirilgan o'sha oilaviy poliklinikalar va ko'p tarmoqli poliklinikada juda ham yaxshi mutaxassislar hozirgi kunda o'tiribdi. Ayol kishi o'zi talab qilishi kerak. Mani o'sha aynan Alloh taolo tomonidan ikkita katta sut bezim bor. O'sha ertaga menga o'sha onkologiyaga o'tib ketmasligi uchun va men sog'lom hayot kechirishim uchun tezdagina birinchilardan o'sha skriningdan o'zi o'tishi kerak. Ana ultratovushda payqalsa o'zining chegaraviy, ana keyin ketib bu mammografiya o'tkaziladi. Bugungi kunda regionimizda aynan onkologiya markazi tomonidan juda ham aktiv holatda mammograf rejaviy ravishda barcha hududlarga borib va ayollarni jalb qilgan holda chuqurlashdi. Lekin hozirgi kunda statistikaga men ega emasman, balki o'sha davolash ishlari o'rinbosari o'zlari aytarlar, hozirgi kunda ishsin aholi bizning statistikamiz qanday o'zgargan ayollarda mammografiya bo'yicha. Juda dolzarb muammo. Albatta. Mammografiyadan har yilda mobil mammograf apparatimiz bor. Biz bu tumanlar bo'yicha yuradi. Har yil reja bo'yicha har tumanda bir oy turadi. 13 ta tumanga shu reja bo'yicha boradi. Bitta mammograf, mobil mammografimiz bor. Bundan tashqari filial onkologiya filialining o'zida bitta statsionar, bitta joyda turadigan mammograf apparati va ikkita chekka hududga Hazorasp tumani va Yangiariq tumanlari, Urganch shahar ham hozir o'sha statsionar mammograf apparatini qo'yib ishga tushirish arafasida turibdi. Bularda ham demak statsionar mammograflarda yosh chegaralangan emas. Endi hozir ko'pchilik ayollar biladi, 45 yoshdan 65 yoshgacha o'sha mobil mammografda faqat pasport bilan yoshiga qarab tushiradi. O'zlari boshqa u yoshdan tashqarida ham tushirishga to'g'ri kelganda, demak chekka hududlarda turibdi. O'sha onkonazoratdan yo'llanma olsa, chekka hududdagilar atrofdagi tumanlardan ham yo'llanma bilan borib tushishi mumkin. U yoshdan tashqari hozir gumon bo'lsa, sut bezini 30 yoshdan 44 yoshgacha UZI tekshiruv qilamiz. 30 yoshdan 65 yoshgacha palpatsiya qilinadi 100%. O'shalarda 30 yoshdan 44 yoshgacha ham tugun aniqlanadigan va mammografiya qilinishi kerak bo'lsa, bu mobil mammografga tushib bilmaydi. Yosh chegarasi bor, lekin o'sha statsionar mammograflarga o'zlarimizga filialga yo'llanma bilan, onkonazoratdan yo'llanma bilan keladigan bo'lsa, bepul o'sha statsionar mammografda tushib, keyingi tekshiruvlarga ham o'tishi mumkin. Unda misol uchun mammografda chiqmasligi mumkin kasallik. Yiliga mobil mammografdan 15 mingdan ziyod 20 mingga yaqin ayollarni mobil mammografdan tekshiruvlarda o'tkazilamiz. Undan tashqari 7 ming atrofidagi bemorlarni afsuski hali to'liq statsionar mammograf bizga filiallarga yo'naltirish holatlari yoki bemorlarning o'zlari kelish holatlari kamroq. Hozircha shu narsani aytib o'tmoqchiman. Statsionar mammograf bizda turibdi. Uni ham o'zini ko'rsatkichlari bor. Demak, bajarishga samaradorlik ko'rsatkichi bor. Uni bajarishimiz kerak. Uni bajarish uchun o'sha birinchidan tumandagi onkonazoratxonasida va tumandagi umumiy amaliyot shifokorlari va boshqa ginekolog vrachlar aholiga shu narsani tushuntirib berishimiz kerak, o'zlarimiz ham tushuntirishimiz kerak va o'sha ayollarni o'zlari ham shu tushuntirilgandan keyin o'z salomatligiga o'zi befarq bo'lmasdan o'sha tekshiruvlardan o'tib va agar gumon qilinadigan bo'lsa, bemalol onkonazoratxonasiga borsa, bizda yashil yo'lak yo'lga qo'yilgan, kartochka ham qilganmiz. O'sha kartochkani olib turib, agar bizga keladigan bo'lsa, uni UZI tekshiruvi ham, mammolog ko'rigi ham, ginekolog ko'rigi ham, mammografiyasi ham kerak bo'lsa, boshqa tekshiruvlar ham bepul. Undan tashqari onkomarkyor tekshiruvlarimiz bor. K125
ayollarda tuxumdon saratoni erta aniqlash uchun K15-3 degan nima ko'rsatkichimiz bor. Bu sut bezini onkomarkeri, bu ham erta aniqlashda ko'rsatkichi ahamiyatga ega. Hozirgi kunda loyiha ustida loyiha olib boryapmiz. Onkologiya demak onkologiya filialining bazasida o'sha vrachlar assotsiatsiyasining loyihasi bo'yicha ayollar ko'rikda o'tkazilmoqda. Buni ham aytib o'tmoqchiman. O'sha ko'riklar uchun alohida uning uchun ham yo'llanma qog'oz shakllantirilgan, barcha tumanlarga tarqatilgan. O'sha yo'llanma qog'oz asosida hozir hamma teletomoshabinlar eshitib turganda aholiga murojaat qilmoqchiman. O'sha qog'ozni onkologiyatxonasi orqali olib keladigan bo'lsa, loyiha asosida 1 yil davom qiladi bu narsa. Keyingi yil noyabrgacha bemalol bepul tibbiy ko'riklardan o'tkazib ayollarni. Bunda yosh chegaralangan emas. Xohlagan o'sha asosan 30 yoshdan yuqorisi hamma kelaverishi mumkin. Barcha tekshiruvlar bepul. Demak, unda xavf guruhi bormi, yo'qmi, ularning aloqasi yo'q. Lekin asosan barib xavf guruhini o'tkazsak, biz o'sha kasallikni erta aniqlab bilamiz. Chunki xavf guruhidan chiqadi u kasallik. Xavf guruhi bo'lmagan kasallikni qayta tekshirgan bilan u kasallikdan natija bo'lmaydi. Shuning uchun 30 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollar agar to'g'ridan-to'g'ri filialga boraman desa, hozir mumkin. O'sha noyabr oyigacha o'sha vrachlar assotsiatsiyasidan taqdim qilingan yo'llanmani so'rab olib kelib, xabari ham bo'lmagan xabar bo'lsa, qilish uchun hammaga qilganmiz, kuratorlarni jalb qilganmiz, lekin baribir ko'pchilik yetib bormaydi. Shu agar bugun imkoniyatdan foydalanib aytmoqchiman. Bu tekshiruvlar bepul o'tkaziladi. Hozir aytgan onkomarkerlarimiz UZI, ginekolog, mammolog ko'rik, alohida uncha vrach qo'yilgan, alohida mammograf uchun ham vrach o'tiribdi. Hamma narsasi reaktiv reagentlari yetkazib berilgan. Bu narsalar bepul. Ya'ni kasallikni oldini olish bu juda ham osondir. Kasallikni davolashiga ko'ra. O'sha aynan mablag' tomonidan ko'rilib chiqilganda og'ir turdagi onkologiyani davolash uchun o'sha aytilgan nur terapiya, ximiya terapiya, qolaversa uni asoratlari, ayol kishidagi organizmdagi o'sha ximiya preparatlariga bo'lgan o'zgarishlari, depressiyasi, o'zi hayotga umuman har qanday noumid bilan qarashi o'rganib chiqilganda, ishonasizmi, bir yil o'sha davolashga ketadigan mablag' aynan shu oilaga 40 yillik mablag'ini 1 yilda yeb qo'yar ekan. 1 yilda yeb qo'yar ekan. Shuning uchun ham aynan shu oila a'zolariga shu daraja mablag' tomonidan ularga muammo bo'lar ekan, ular qaytga murojaat qilishga o'ylanib qolishadi. Bu shu holatga tushmaslik, mana qarang, shu daraja bizning mamlakatimizda shu qadar yuqori bosqichli ishlar olib borilmoqda. Shu bugungi ko'rsatuvdan foydalanib xalqqa murojaat qilamiz. Tez imkoniyatdan foydalangan holda mana ikkita markaz bitta maqsad uchun harakat qilyapmiz. Maqsadimiz bitta. O'sha onkologiya oldini bilaylik. Yaxshisi o'sha profilaktika bilan biz shug'ullanaylik. Keyinchalik oxirgi stadiyalarda kelib, ertaga bu ayolda o'sha yashashga umid bormi, yo'qmi deb ikkita yo'lning o'rtasida o'tirib, o'sha aytganning chuqur depressiyaga tushib, oila a'zolariga 40 yillik oilaga juda ham mablag'ga putur yetkazganiga ko'ra, bemalol mana shuncha imkoniyatlar. Biz ona va bola markazida ginekologik tekshiruvlar, mammograf tekshiruvlar bemalol xalq uchun hammasi muhayyo bo'lib turibdi. Albatta, hammasi xalqimiz uchun. Ming afsuski, xalqimiz chetda yaxshiroq degan fikr ko'proq o'tirib qolgan, eskirgan fikrlar deb aytishimiz mumkin. Menimcha boshqa davlatlarda bunday imkoniyat yo'q. Eshitamiz, o'qiymiz, mana televideniya, ommaviy axborot vositalari orqali ko'ramiz, onkologik kasallikni aniqlashni tekshirish usuli uchun oilagan nimani kutish, navbatni kutish, unga qanchalik mablag'ni sarflagan holatda tekshiruvlardan o'tkazish ketayotgan bir davrda aynan bizning davlatimiz tarafidan aholimizni salomatligini saqlash, onkologik kasalliklarni erta bosqichlarda aniqlash, uni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni bepul yo'lga qo'yilganligi va bu imkoniyatdan to'liq foydalanish bu bizning mas'uliyatimiz ekanligini yana bir bor anglashimiz mumkin. Mana xuddi shu yo'sinda savol yo'llanibdi studiyamizga. Shovot tumani Buyrachi qishlog'idan Sanobar Qutulmurodovna tomonidan yo'llanibdi. 55-60 yoshdagi ayollar ham bu tekshiruvdan o'tishi mumkinmi? Bular mama screening nima gapirayotgan paytimizda yo'llagan ekanlar. Haqiqatan bemalol bu yoshda mama screeningdan o'tishlari mumkin. Azamat Ismoilov aytib o'tgandek, yo'llanma olib kelsa bu juda ham yaxshi bo'ladi. Sababi
ham onkoginekolog, ham mammolog, ham o'zi tekshiruvlari, ham mammografiya bemalol o'tib ketsa bo'ladi tekshiruvdan. Bu yo'llanma oddiy unaqa demet tizimida emas, elektron tizimda bo'lishi ham shart emas. O'sha qog'oz ko'rinishdagi oddiy yo'llanma shunday kirib olib kelsalar bo'ldi, uni nimasi yo'q. Hozir yashil yo'lak deganda faqat yashil yo'lak orqali kelgan, o'nka nazoratga murojaat qilib, o'nka nazorat orqali bizga kelsa bo'ldi. O'nka nazoratga kirganda unga qo'liga kartochka beriladi, mana shu bemor ko'rilishi kerak. Demet tizimida ham tashab qo'ysa ham zarar qilmaydi, qo'shimcha tekshirish, lekin bepul. O'sha o'nka nazoratga kirganini bilish uchun yashil yo'lakdagi yashil kartochka bilan kelsa, demak ishi bemalol oson imkoniyati kechadi, bor. boshqa narsaga qaraganda. Rahmat katta. Keyingi savolimiz Xiva tumanidan Muborak Jumaniyazova tomonidan yo'llanibdi. Boquvchim yo'q, men skrining tekshiruvidan bepul o'tsam bo'ladi. Demak, savolingizga menimcha batafsil ma'lumot oldingiz. Bemalol bepul, nafaqat skrining, balki mammolog, onkolog va mammografiya tekshiruvlaridan ham bemalol bepul o'tishingiz mumkin. Endi aynan sut bezi saratoni, sut bezi kasalliklari to'g'risida yana aytadigan bo'lsak, ko'krak bezi saratonining erta belgilari qanday bo'ladi? Shular to'g'risida ham ma'lumot berib o'tsak. Ko'krak bezining erta belgilari bu o'zi aslida erta belgisini ayol sezmaydi uni. Faqat uni o'zi tekshiruvda yoki bo'lmasam mammografiya tekshiruvida sezadi. Qachon sezadi uni ayol? Uni birinchi yoki ikkinchi bosqichda sezishi mumkin. Ko'kragida kichkina tuguncha paydo bo'ladi. Yoki bo'lmasam ajin paydo bo'lishi, so'rg'ichdan ichkariga botib kirishi, yoki so'rg'ichdan har xil ajralmalar ajralishi, qo'ltiq ostida tugunchalarning paydo bo'lishi, bu ko'krak bezini o'smasiga hali gumon, unga hech kim hali o'sma yoki rak deb tashxis qo'ya olmaydi. Shunday belgilari bo'lgan paytda albatta tekshiruvga kelish kerak. 100% bugun boraman, ertaga boraman deb yursa, u vaqtdan o'tadi. Vaqtdan o'tadi degani bu albatta kasallikka, rakka qadam tashlab degani gap. Shuning uchun sezdi borish kerak. Qancha erta harakat boshlansa, shuncha natija samarali. Yaxshi bo'ladi. Endi sut bezdagi qaysi kasalliklar natijasida bu kasallik kelib chiqishi mumkin? Onkologik kasalliklar. Masalan, biza hali Salomat Aleksandrovna aytib o'tgandek, bu bez dedi-ku. Ko'krak bezi eng katta bez, bu gormonga sezuvchan organ hisoblanadi. Shuning uchun ayol 35 yoshdan katta vaqtda homilador bo'lsa ham sut bezi saratoniga уже xavf guruhiga kiradi. Ko'p marta bola tushishi, abort bo'lishi yoki bola emizmaslik jarayonlari, hamroh kasalliklari, ya'ni qandli diabet ham, kuchli stress ham sut bezi saratoniga oldi jarayonlarni rivojlantirishimiz mumkin-da. Bu barcha ayollar bilishi kerak. Men birinchi xavf guruh qachon? Agarda gen, ya'ni uni genetikasida oldin bu kasallik kuzatilgan bo'lsa, ya'ni o'sha onasida, uni qarindoshlarida kimdadir bo'lsa, bu birinchilardan, shuning uchun ham chet elda aynan gen darajasida hozirgi kunda tekshiriladi. Buni geni o'zgarishga tayyormi yoki yo'qmi? Lekin bizda hozir bu bosqich endi tatbiq qilinyapti. Undan oldin ayol bilishi. Demak, qarindoshlarimda bu kasallik bormi? Bor. Demak, men birinchi bo'lib o'zimni o'sha narsadan asrashim kerak deb borishi kerak. Keyin fursatdan foydalanib yana bir nima aytib o'tmoqchiman. Ba'zi homilador ayollar keladi. Hali bu yoshga ham to'g'ri kelmaydi. Keyin biz savol beramiz, nima uchun siz o'sha homilador bo'lishga qaror qildingiz desa, menga aytishdiki, o'sha ko'kraklardagi muammolarni homilador bo'lsam, tuqqandan keyin yaxshi bo'lar ekan deb. Juda noto'g'ri fikr. Juda noto'g'ri. Chunki siz o'sha homilani ertaga o'zini sog'ligini, keyinchalik homiladorlikni o'zi sizni sog'ligingizga qanday ta'sir qilishini o'ylab turish kerak. Ya'ni yoshi o'tgan sayin homiladorlik organizm uchun katta nagruzka. O'shani ham unutmaslik kerak. Shuning uchun ba'zi o'sha shifokorlar tomonidan sen ertaga homilador bo'lsang, o'sha ko'krakdagi muammolaring o'tib ketadi degan noto'g'ri fikr. Yaxshisi o'sha to'g'ri o'zini shifokoriga, ya'ni mammologga murojaat qilsin. Barcha uni ham yo'llari bor. Bu mastopatiya bor. O'sha aynan sut bezlaridagi
kuzatiladigan muammolar bor. Mastopatiya degani aynan shu aytilgan gormon narushenyalar uchraydi. Ana bu yerda уже ginekologlar kerak. Ginekologga murojaat qilib, kechirasiz, mana mammolog o'zi aytadi. Kecha sizda hozir gormonga bog'liq bo'lgan jarayon. Shuning uchun siz tezda kimga? Ginekologga murojaat qilishingiz kerak. Murojaatda esa albatta ginekolog o'sitdagi har xil o'zgarishlarni ko'rib chiqadi va to'g'ri yo'naltiradi. Lekin homiladorlik bu muammoni yechimi emas. Sizga muammoga yana bir qo'shimcha muammo hisoblanadi. O'shani ham unutmanglar. Ko'p o'sha homilador erta tug'ish muammolari natijasida homiladorlarda ko'p patologiyalarni kuzatganligi uchun ularni ogohlantirishga majbur bo'ldik. Juda ham ravishda aytib o'tmoqchiman. Agarda ayolda sut bezida yoki bachadon bo'ynida onkologik kasallikka gumon bo'lib yoki mana shu kasallik aniqlangandan keyin ayol homilador bo'ladigan bo'lsa, o'tkaziladi shu saraton kasalligiga chalingandan keyin davolanish imkoniyatlari torayadi. Chunki bu nimada homilador ayolda nur terapiya yoki kimyoterapiya operativ davo o'tkazish imkoniyatlari kamayadi. Homiladorlikning ba'zi bosqichlarida bu nimalarni vaqt yo'qotadi. Homiladorlik davomida vaqt yo'qotiladi. Shuning uchun homiladorlik bu muammoning yechimi emas. Albatta. Yana bir shunday muammoga duch kelamiz, to'g'rimi? Emizikli bo'lmagan davrda sut bezlaridan sut ajralishi, giperprolaktinemiya, bu bilan onkologik kasalliklar orasida uzviylik, bog'liqlik mavjudmi? Yo'q, afsuski bu unga bog'liqlik jarayoni yo'q. Bu bo'lishi mumkin. Qalqonsimon bez muammolarida bo'lishi mumkin bosh miya kasalliklari bilan. Giperprolaktinemiya aynan sut bezining kasalligi hisoblanmaydi. Demak, bu sut bezidagi va gormonal o'zgarishlar natijasidagi. Mana Salomat Aleksandrovna hozir yana aytib o'tdilar, ayol organizmidagi turli xil ginekologik muammolar natijasida sezuvchanlik sut bezlariga berilishi mumkin, to'g'rimi? Bunday vaziyatda davolash kimning zimmasiga yuklanadi? Ginekolog zimmasigami yoki onkolog vrach zimmasigami? Ikkita shifokor. Bu mammolog o'z muammosi yo'q manda. Siz ginekologga murojaat qilib, ularning murojaatidan keyin ginekolog o'z vazifasini to'g'ri bajarishi kerak. Mana Salomat Aleksandrovna, yana sizga yuzaramiz. Genetik tekshiruv dedingiz. Genetik chet ellarimizda уже davlat nima deydi, rivojlangan, tibbiyot rivojlangan mamlakatlarda genetikasini tekshirish natijasida undagi sut bezida raki uchun javobgar bo'lgan genda o'zgarishni aniqlash imkoniyatlari mavjud. Bizning respublikamizda bunday imkoniyatlar qay darajada ekan hozirgi kunda? Hozirgi kunda bu narsa tatbiq qilingan va bemalol o'sha ona va bola markazimizga kelsa, aynan gen tomonlama ularga konsultatsiya beriladi va qayerga topshirib va javobini olib va keyinchalik o'sha kelib chiqqan natijasi qanday davo chora kirish kerakligini bemalol o'sha ona va bola markazimizda konsultatsiya olishi mumkin. Endi marhamat. Genetik tekshiruvlarga to'xtaladigan bo'lsak, genetik tekshiruvlar ikki maqsadda qo'llanilishi mumkin. Ayol organizmidagi onkologik kasallik kelajakda sodir bo'lishi mumkinmi, yo'qmi degan savolga javob berishi mumkin. Buning uchun shajara daraxti tuziladi. Shajara daraxtida onkologik kasalliklar bilan kasallangan ajdodlar hamda ularning ichida aynan mana shu tanlab olingan patologiya, masalan, ichak saratoni bo'lishi mumkin, sut bezi saratoni bo'lishi mumkin yoki bachadon bo'yni saratoni bo'lishi mumkin. Mana shu inson qiziqayotgan nima patologiya tanlab olinadi. Shu eng ko'p shu saraton kuzatilgan nima ajdodlar nima qilinib, qo'yilib, shajara daraxti tuzib chiqiladi. Agarda shajara daraxti bo'yicha nimada shu insonda saraton kasalligi kelib chiqish ehtimolligi yuqori bo'ladigan bo'lsa, qaysi patologiya bo'yicha yuqori bo'ladigan bo'lsa, aynan shu kasallikni keltirib chiqaruvchi gen mutatsiyalari uchun analiz test o'tkaziladi. Hamda ularga prognozlanishi mumkin. Bu insonda kelajakda kelib chiqadimi yoki kelib chiqmaydimi? Lekin bu ham mana 100% prognostik nima hisoblanmas ekan, prognostik chora-tadbir hisoblanmas ekan. Hamda ikkinchi tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, agarda shu kasallik kelib chiqish ehtimolligi bo'lsa, uni to'g'rilash imkoniyati yo'q ekan hozircha. Balkim ilm-fanda siz bu juda hozir ketman. Endi men onkologik nuqtai nazardan aytyapman. Mutatsiya o'zgardi, gen bor, ertaga siz onkologический bo'lasiz degan umuman noto'g'ri. Ehtimollik bor. Ya'ni ayol kishi o'zini asrashi kerak. U to'g'ri o'sha aytgandek zararli odatlardan, doimo tekshiruvdan o'tib yurishi kerak. Va ertaga sizda o'sha mutatsiya bor, siz bo'lasiz degan noto'g'ri.
mutatsiya hayot davomida o'zgaradi va o'sha sog'lom natijasida o'shadagi gendagi o'zgarishlar ham kuzatiladi. Hozirgi kunda bu narsa tasdiqlangan va bilingki, hurmatli ayollarimiz, sog'lik bu aynan sizni qo'lingizda. Sizni qo'lingizda. Men sog'lom ayolman. Shu narsaga men riyo qilaman desangiz, siz sog'lom ayolsiz. Lekin nima bo'lsa hammasi nima deydi, qanday ketsa ketaversin degani, kechirasiz, ertaga o'sha aytgandek 4-darajali onkologiyaga yo'nalgandan keyin mana hozir ximiya preparatlar bo'yicha mutaxassis vrachimiz biladiki, ularda ham bordir shans, kimdadir yo'qdir shans. Hamishaga mana o'shagacha bormaslik kerak. Mana yana bitta savol, ko'rsatuvimiz vaqti oxirlab boryapti. Shu savolga ham qisqacha ma'lumot olishni xohlardim. Onkomarkerlar to'g'risida aytib o'tdingiz, Azamat Ismoilovich, to'g'rimi? Mana shu onkomarkerlar sog'lom insonda onkologik kasallik kelib chiqishini belgilab berishi yoki prognostik omil sifatida qo'llanilishi mumkinmi? Mumkin. Bu o'zi prognostik omil hisoblanadi. O'sha onkomarker qaysidir bir kasallik uchun alohida. Misol uchun suyaklar uchun shirishniy fosfatazol, laktodegidrogenazani tekshirish ham bu prognostik omil bo'ladi ma'lum darajada. Sut bezi uchun K15-3, ichaklar oshqozon ichagi uchun 19-9, nima uchun tuxumdon saratoni uchun 125 misol uchun, jigar uchun AFP degan onkomarker tekshiruvlari bor. O'sha baland chiqishi, baland berishi, demak o'sha kasallikka olib keluvchi prognostik omil, o'sha kasallik baland bo'lgan bemorlarda kelib chiqish ehtimoli yuqori degani va shu kasallik kelib chiqqan paytda ham o'sha ko'rsatkichlar sezilarli darajada yuqori ko'rsatkichga ega bo'ladi. Bu prognostik omillarni erta aniqlashimiz, shu kasallikka borayotgan yo'lni oldidan ko'rib bilishimiz mumkin va hozir Salomat Aleksandrov aytgandek, uni to'xtatadigan choralarni qilishimiz mumkin. Bu genetik moyillik o'tadi. Genetikda u o'sha kasallik uchun faqat moyillik o'tadi. Unga sharoit bo'lsa, bu kasallik rivojlanadi. O'sha genetik moyilligini bilgandan keyin sharoitni to'xtatib qo'ysa, demak 50% dan ortiqroq bu kasallikni to'xtatish mumkin. Demak, xavf omillariga faqat u kasalliklar emas, bu semizlik, kam harakat yoki bo'lmasa to'g'ri ovqatlanmaslik, zararli odatlar ham bu kasallikni keltirib chiqaruvchi omillar hisoblanadi. Shuning uchun sog'lom turmush tarzi va o'z salomatligiga befarq bo'lmaslik bu kasallikni oldini olish darajasini oshiradi. Bu narsa ham kamroq iste'mol qilish, aynan homilador ayollar juda ham yaxshi ko'rishadi o'sha fast foodni. Albatta, bu mavzuda hali soatlab suhbat qurishimiz mumkin, lekin afsuski ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan ko'rsatuvimizga kelib, berilgan savollarga to'liq, aniq javob berganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Salomatlik albatta bu bebaho ne'matdir. Ayol kishi nafaqat o'z sog'lig'i, balki oilasi, farzandlari, jamiyat oldida ham mas'uldir. Shu bois har bir ayol o'zini asrashni o'rganishi, tibbiy ko'riklarni orqaga surmasligini tavsiya qilib qolamiz. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.